Ora-orada bir charchaydi jamoa. Charchab narigi jamoaga 5 daqiqaga o'ynashga beradi. Barsa unaqa qilmadi. Bosh murabbiy aytdi-yu, birinchi o'yin 5-0 yutishimiz kerak edi. Ya'ni yetmadi Simeonega hatto 4-0 hisobi. La Masiyadan bitta hujumchi olinganda bitta gol chiqarardi, lekin Ferran emasdi. Endi Ferran endi bu alohida ilm. Har lekin siz o'zingiz bir hafta comeback haqida gapirdingiz, o'yladingiz, shu bilan yashadingiz. Bunaqa paytda comeback bo'lmaydi. Giuliano Simeone men yoqdi gapi. Bernalga boshqaga bitta rahmat deb chiqaman bolalarga. Men bunaqa tempo ko'rmaganman futbolda. Karikozi ham aytdi, chempionlik nima deyapsiz, bir normal narsalarni gaplashaylik, imkoniyatimizdan kelib chiqib dedi. Hozir ham Artetani bilib turibdi, agar chempion bo'lsa, bo'ldi, u bosim yechiladi. 2-3 yil Chempionlar Ligasi favoriti bo'lib yuradi Arsenal. Angliyada shunaqa-yu, midweekda qaysidir yetakchi baribir ochko yo'qotadi. Ayniqsa chempionlik poygalarida shunaqa bo'ladi. Bu jamoa Manchester City bo'ldi. Bitta tomonga o'yin bo'ldi. Bunaqa chempion bo'lganingdan u o'lganing yaxshi dedi. Chunki Flick bilsangiz, xotiniga aytar ekan, uyda o'tirganda, Xavin paytida, o'sha payti Laporte bilan rosa ko'p gaplashgan ekan. Bu bolalardan, La Masiyadan butunlay boshqacha o'ynatsa bo'ladi ekan. Shu gap bilan xotiniga